Bo'lay desang mustaqil, kvartirani ikkita qil. Mana bugungi manzilimiz Jasmin choyxonasining shundoqqina yonginasida 4 qavatli domning 4-etajda joylashgan 2 xonali kvartirani obzorga kelganmiz. Qanunda birgalikda ko'ramiz. Ketdik. Mana azizlar, kvartiramizga kirib oldik. Aytganimizdek, Jasminning yonginasida joylashgan 4-qavatda 2 xonali kvartira. Prixoshkalari yaxshigina holatda. Bu kvartiramiz moskovskiy bo'ladi. Kirganimizda chap qo'limizda zal qismi. Qani boshladik. Mana birinchi xonamiz, ko'rib turganingizdek yaxshi, remontlari o'rtacha holatda. Mana shu ko'rib turgan mebellar tashlab ketiladi. Unday bo'lsa, ikkinchi xonaga o'tamiz. Mana ikkinchi xonaga kirib oldik. Bu spalni qismimiz. Remontlari ko'rib turganingizdek o'rtacha holatda kirib yashasa bo'ladigan. Bu yoqda ko'rganingizdek mana shu mebellar, spalni garniturlar tashlab ketiladi. Qanunday bo'lsa, keyingi xonaga o'tamiz. Bu yoqda tualet vannalari alohida. Ko'pchilik kvartiralarga bitta bo'ladi, buniki alohida. Mana azizlarimiz, ko'rib turganingizdek oshxona qismimiz chiroyli, yaxshi holatda. Mebellari qo'yib qo'yishgan. Bu yoq 4-etaj bo'lishiga qaramasdan suvlarni yaxshi tortadi. Bemalol gazlardan esa umuman muammo yo'q. Balkon qismiga o'tamiz. Mana balkon qismimiz. Balkonimizda ko'pchilik kvartiralarga qaraganda balkoni kattagina, 6ga 2. Balkonimiz ozgina ta'mir talab ekan. O'zingiz xohlaganingizdek qilib ta'mirlab olishingiz mumkin. Mana azizlarim, uyni ko'rib chiqdik. Remontlari o'rtacha holatda, bitta oila kelib bemalol yashasa bo'ladi. Bu uyimizni narxini tog'amiz 22.800 etib belgiladi. Pastda raqamlar qoldiramiz. To'liqroq ma'lumot olish uchun aloqaga chiqingizlar va Jasmin tarafdan 2 xonali uy qidirib yurgan tanishlarimizga yuborib qo'yamiz.